arkadaşlar. Sizler bilen Mirok. Bugün birinci video açıldık. Doğru bıraktık. Bakın 20 için çıkışta ve mana-mananya bilmagan hali ko'proq bitirdim. Bitta shkali videoda olaman mana hozir qattiq mana bag'rimda qishloqda nima kerakli bo'ladi. Nima hozir unga kirib biz bog'bonchiligimiz bilan shug'ullanishimiz kerak. Undan oldin biz mamnun olamiz, keyin 3 ta dona olamiz va hozir skeletlarni o'ldirib tashlaymiz do'stlar. Tushunmadim. Hali nima qilsalar o'tdi. Xalqim o'tirib jitel sani qutqarib qoldim bitta. Короче, bitta ko'lni qarsam bo'lmasa ana yoki shunaqa qo'raman короче. Tak, mana bog'imni kim yig'ishtirib qo'ydi mana o'rnimga to'g'ri. Men yig'ishtirib qo'ygan edim, menga berib qo'ydim. Yo'q. Bu yoq hali. Pul topaman. Uni menga berib qo'ygan. Hadi merallığı var içinde. Assalomu alaykum. Men bugun o'zim chiqmoqchi edim salga o'tirib qolman shunga aniq qishloqqa. Mana ko'rib mana fermamni qo'yibdi. Men aytdim sen chiqoqani ham turib yotibsan, 8 bo'ldi soat. Sen 6da qilishing kerak edi. Uzr, mer. Keyin o'la qachon tushadi? 3-4 kundan keyin. 3-4 kun. Mayli, bo'pti. Men ketdim. Uyda bo'laman. Agar ishingiz bo'lsa chaqirasiz. Tak, do'stlar, men ham bor. Chinni qo'ygan bor. Meni fermamga nima qiladi deb bor. Nima? Bu tosh qatdan kelgan? Loyoni toshga qo'yishganmi? Nima ala? Qornim ochilgan maza qilib oldim. Yo'q, firmadan turib qo'yibdi. Tak, savdogar, qalaysan? Yaxshi, rahmat, o'zing qalaysan? Bugun keldingmi? Da. Mayli, yaxshi. Qo'y. Sen nima qilsan endi? Qo'y. Endi mayli. Bunga yo'qolib qoldi dorim. Hacham narsani so'qqamiz. Men mana sotuvchiga sotaversam ham bo'ladi faqat. Bundan so'qqamiz. Voy, qochib qopti. Sotuvchiga sotaversam 1-2 izimrod bersa kerak. Bo'lmasa hozir bir qishloqni aylanib kelay. 2000 years later. Mana kecham tushyapti do'stlar. Lekin shu asfaltni nima qilib qo'yishgan? Juda chirigan tosh. Mayli, buni hali ertaga merdan so'rab ko'ramiz. Tuman firma o'zim qotdim joyda sabzi fermani juda yaxshi ko'raman do'stlar. Bo'lmasa men qilib qolishni mana kravatim tegida yer to'lami? Do'stlar, nima deysizlar? Agar tushib ko'rishni xohlasanglar kommentariyaga ham yozib qoldiringlar. Tak. Tushunmadim. Buradan başlayalım. Вообще больно. Tortilla. Buni hozir merga aytib olmaydi. O'zi ketishdi.
O ayolda creeper. Da. Bu yerda qotillik bo'lgan o'xshaydi, lekin bu yerda kim qaranglar. Suylar, qonlar. Nima qiladi fakel. Qaranglar hozir mana devorga qaranglar, mana chirigan tosh turibdi. Boyu ko'chaga, короче, mani uyim oldida ham chirigan tosh turibdi. Demak, bu o'sha chirigan toshni podval u ichida kalit bor ekan. Omborxona kaliti, tushunmadim. Bizda omborxona bormi? Qayerda bor edi? Eski bor edi, yopilib ketgan edi lekin. Kaliti tushunmadim. Shkaf ekan. Okey. Baqirib beradi ekan, men ishdan bo'shatishim mumkin. Shunchaki keyin pulsiz qolib ketaman, shuning uchun hozir kimdir kelyaptimi? Bugun ham maza qilib tushlik qiladigan bo'ldim. Odam go'shti. Ha. Maniyak o'zi kerak. Do'stlar qanaqa maniyak yuribdi, ko'rmasizlarmi? Bu kimdir bo'raniq maniyak yuribdi o'tda. Mayli, endi ertalabgacha shu yerda qolishga to'g'ri keladi. Yo'q do'stlar, men omborxonaga qaytib qaytdan joyga qo'ymadim. Demak, u meni bu yoqqa kirganligimni bilgan. Buni tezda borib merga aytish kerak. Mer. Yo'q, merga aytsam keyin men uyimni qo'yish mumkin deb. Yo'q. Merga aytsam, do'stlar, merga aytsam, bu keyin politsiya chaqiradi, keyin men uyimni nimadirlar qilishadi. Problema kerak emas. Voy. Do'stlar. Bu yoqda creeper portladi, men hech narsa qilganim yo'q, lekin yaramas creeper. Do'stlar, yaramas creeper bu yoqni portlatib ketdi. Mayli, hozir oddiy yo'l bilan boshlaymiz. Men omborxona kaliti so'raydi, keyin o'zi qilib tashlaydi. Lekin men omborxona kalitiga qiziqolmaslar, qiziqolsizlar shuni yo'qoldiringlar. Agar qiziqayotgan bo'lsanglar, keyingi qismlarda ochib ko'ramiz do'stlar. Hozir buni qo'yamiz. Va do'stlar bo'ldi. Yaxshi, firma portlab ketadi, nazar gapirishdan. Do'stlar, ko'rdingizlar, bu qismda qanaqadir omborxona kaliti degan korоче kalit chiqdi. Bu kalitni hozir joyiga qo'yib qo'yishim kerak. Chunki maniyak qolmasligi uchun, shuning uchun hozir buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Qanaqa qo'yib qo'yasiz? Sizlar hozir hali kravatim qo'yilmagan va buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Va keyingi videoda aniq aytaman bu omborxona qayerdaligini, lekin men aytamanki omborxona bundan uzoqda emas. O'sha tepalikdagi uyda yoki uni oldida bo'lishi kerak. Menga shunaqa degan edi, voy. Mayli do'stlar, bu hammalarga xayr, qilinglar. Hozir keyingi videoni kutib qolinglar. Keyingi videomdan ham qiziqroq bo'ladi. Hozir men buni joyiga qo'yib qo'yaman.